Diqqat do'stlar, savol. Avtomagistrallarda quyidagilar taqiqlanadi. Demak, o'zi avtomagistral deganda nimani tushunamiz? Avtomagistral bu katta trassa yo'l. Masalan, unga misol tariqasida aytadigan bo'lsam, Toshkent-Samarqand yo'lini tushunsak bo'ladi. Asosan bu avtomagistral yo'llarda quyidagilar taqiqlanadi. Masalan, avtomagistrallarda qayrilib olish taqiqlanadi. Ajratuvchi mintaqaning texnologik uzilish joylariga kirish taqiqlanadi. Orqaga harakatlanish taqiqlanadi. Hamda mashina haydashni, ya'ni mashina boshqarishni o'rgatish taqiqlanadi. Hamda to'xtab turish joyi yoki dam olish joyi belgilari bo'lgan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash taqiqlanadi. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F4, ya'ni yuqoridagi barcha holatlar to'g'ri.